Assalomu alaykum, Nodirbek Svarchi kanalining obunachilari hamda kuzatib boruvchilari. Bugungi videomiz sal boshqacharoq bo'ladi. Sabab men sizlarga Yukalistni qalin profilga, ya'ni deylik, bitta eshikni ko'z oldingizga keltirasiz. Darvozami, xullas shunaqa. Albatta eshik yo listdan eshik yo bo'lmasam darvoza yasaganingizda albatta buni profilga qatirasiz. Shuni men sizlarga qanday qilib svarka orqali qatirishni o'rgatib o'tmoqchiman. Qo'ldan kelgancha albatta. Birinchi buni o'zi qatirishda 3-4 xil usullari bor. Samarez ursangiz bo'ladi, semechka samarezdan, uchi sverloli bo'ladi. Ikkinchisi sverloda teshib zaklopka qilsangiz bo'ladi. Uchinchisi o'zimiz svarkada orqali qilsa bo'ladi. Xullas, videoni boshlashdan oldin men sizlarga ma'lumot berib o'tsam, 1 mm toshni chiqadi. Mana Yukalist shuni hozir men qanday qilib varid qilishni tushuntirib o'tmoqchiman. Qani unda videoni boshlashdan oldin sizlarga bir narsani aytib o'tsam, YouTube Instagramda, Telegramda, TikTokda deylik kanallar ochdik. Albatta o'tib obuna bo'ling. Yangi kanal, albatta ichiga kirganda hech narsa yo'q bo'lishi mumkin. Xudo xolasa endi buni bu yerga yuklab borishni niyat qilib qo'ydik. Xudo xolasa shu ekran qarshisida chiqib turgan manzillarga kirsanglar, xudo xolasa o'zimizning adresga to'shni tushib borasizlar. Qani unda men videoni boshladim. Birinchi o'chiritda biz deylik mana bu eshik bo'lsin deng, oddiy bir qanotli eshik. Shuni listini biz qatirishimiz kerak. Birinchi e'tibor bilan, diqqat bilan e'tibor berib turasiz. Svarkadan oldin har doimgidek og'zaki qo'ldan kelgancha tushuntirib bermoqchiman. Yukalist qalin profil. Qalin bo'lib ham 1/4 stena, profilimiz ham 6/4. Har doim qalin taraf birinchi svarka olish kerak. Yuka tarafga urishdan oldin qalin tarafdan chiqib kelinadi. Birinchisi burchakdan tunikani ustiga urmaymiz. Burchakka tunikani ustiga ursak, tunikani atrofini yirtib ochib qo'yadi. Shu sababdan biz pastki burchakka mana shu burchakka 6/4 profilga yaqinlashtirib turib, ash taraflarni uramiz. Endi men nima qilib video orqali ham ko'rsataman, xudo xolasa. Endi og'zaki oz bo'lsa ham tushuncha bo'lib qolsa yaxshi bo'ladi. Orasini iloji boricha, misol bitta tochka berdingiz, shu joyiga, ikkinchisiga orasini bir 10 sm. Undan uzoq qilsangiz listda valna keladi. Listni ikkinchi ushatish usuli deylik. Ustidan uramiz. Listni teshib turib birinchisini, ikkinchi profilni ustiga tushgandan keyin ashadan yana qayta elektrod TVga tortib chiqamiz, qayta qo'yib chiqiladi. Tushunarli bo'ldi. List teshamiz. Profilga yetib boradi. Profilni teshmasdan profilni ustiga qo'yib, list ustiga qo'yib qayta elektrod sekin tortib chiqib kelinadi. Buni biz tochka deb qo'yamiz, lekin uni bolgarkada kesib tozalash juda qiyin bo'ladi. Ya'ni misol ichkarida urganning hisobiga bolgarga kiradigan joyi bo'lmaydi. Shunda ham buzish holati kelib qoladigan bo'lsa ham buni iloji yo'q. Shu tariqa kesib turib, keyin buni bitta qayirib tozalab keldi. Bu yeriga svarkamiz bo'lsa, burchakdan ursak, bolgarga kiradi. Albatta tozalashga ham, chiqarib olishga ham oson bo'ladi. Qani unda biz men endi xudo xolasa svarka orqali ko'rsataman. Oz tochka berganim hisobiga deyapman, maska taxmasdan shuni olmoqchiman videoga. Birinchisi listni yonboshdan ushatib olamiz, keyin ustidan tochka, o'zim aytgan tochkani berib, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Qani unda boshladik. Bitta tochka, ikkita,
Qani? Ha. Birinchisi shu. Ko'rdingiz-a? Endi men buni 6 ga 4 ga urdim. Keyin mana uchinchisi. Profildan boshlasangiz yaxshiroq ushlaydi. Endi hozir buni listni ustidan urib ko'rsataman, hali enaqa holatini ham. Listni ustiga uradigan bo'lsak, mana hozir. Listni ustiga urilgan tochkalar. Ko'pincha mana bunday holatlar bo'ladi. Listni ustiga ursangiz, mana bunaqa holatlar kelib chiqadi, mana tochkalar. Tekis chiqmaydi mana. Ko'ryapsizmi? Yuqa listi ham qo'yib yuborsa bo'ladi. Chunki faqat xudo xolasa uning uchun o'rganib, inshaalloh bemalol sizlarga ishlatadigan bo'lsangiz, yana keyin qilsa bo'ladi. Mana, ko'rdingizmi? Обязательно uzmasdan qo'ysa chiroyli shop chiqadi degan emas. Mana ko'rib oling. Profilga birinchi qalin tarafi uriladi, keyin ustiga elektroddan erib oqqan simni o'zi suyuqligi ham yetadi bunga. Buni обязательно uni eritib, ikkovini aralashtirish shart emas, chunki bu yuqalistlar. Xudo xolasa bunisi tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Endi men o'zim aytgan tochkani bersak, tochkada mana ko'ryaptim. Ashi tovush chiqdi. Profil yetib bordi, bilindi ashi. Hozir solishtiramiz, qaysi biri yaxshi chiqqani. Mana. Bunisini tochka deb nom qo'yilgan, mana. Ko'rdingizmi? Mana. Birinchisi 2 3 4. Mana yonboshdan urganingizda tochkachalik kuchi bo'lmaydi. Sabab tochka chereshur kuchli ushlaydi. Profilni ichidan ham ko'rinib turibdi tochka nomlari. Tochkani o'rnalari orqali teshib o'tgan. Faqat o'ta uzoq ushlab turib olmaysizlar. Tochka berganda ham tagiga teshilganligini bildiradigan. Mana. Oxirgisi o'zimiz aytgandek bo'lib chiqdi. Oxirginimiz yaxshi tochka bo'ldi. Xullas, akalar, shu videomiz xudo xolasa yoqsa like, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Biz uchun juda ham muhim. Albatta, video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib, bizni qo'llab-quvvatlab boringlar. Barchaga katta rahmat.